Hop, 6-savolni ishlaymiz. Sigma va pi bog'lar soni yig'indisi qanday o'zgaradi? Sianid kislota bundan silanga o'tyapti. Bundan astilinga o'tyapti. Bundan vodorod sulfidga o'tyapti. Har birini strukturasini yozib, o'sha sigma pi bog'lar soni yig'indisini topib chiqamiz. Sianid kislota sigma bog'i bitta, ikkita. Pi bog'i ikkita. Jami 4 ta. Silan. Bunda sigma bog' bo'ladi 4 ta. Pi bog' bo'lmaydi. Keyingisi astilen. Sigma bog' bo'ladi bitta, ikkita, 3 ta. Pi bog' bo'ladi 2 ta. Vodorod sulfid. Sigma bog' bo'ladi 2 ta. Bas pi bog' 0 ta bo'ladi. Bunda ham pi bog' 0 ta bo'ladi. Bas yig'indi 4 bo'ldi bunda. Sianid kislotada. Silanda ham 4 bo'ldi. Astilinda 5 bo'lyapti. 3 ta sigma bog'ga 2 ta pi bog'. Vodorod sulfidda 2 bo'lyapti. Bas. Birga o'zgarmaydi. Bir o'zgarmaydi. 4 dan 4 ga o'tyapti. 2 ga ortadi, 4 dan 5 ga o'tyapti. 3 ga kamayadi. 5 dan 2 ga o'tyapti. O'zgarmaydi, ortadi, kamayadi. O'zgarmaydi, ortadi, kamayadi. Demak, C javob to'g'ri.